Mana aytdik, Ismoil alayhisalom bilan birga Makkada Jurhum qabilasi yashadi. Bir qancha vaqt yashaganlaridan keyin arab qabilalaridan bo'lgan Xuzoat Jurhum bilan Makka mukarramani urushib talashdi hamda yengishlikka yaqin bo'ldi. Jurhum Xuzoa bilan urushyapti. Jurhum mag'lub bo'lib qolishligini sezganidan keyin Ka'batullohning oldidagi Zamzamni ko'mir tashlashlikni qasd qilishdi. Chunki Makkada yashashlikning asosiy sababi Zamzam qudug'i, Zamzam suvi edi. Agar suv bo'lmasa bu yerda yashashlik nihoyatda qiyin bo'ladi. Zamzamni ko'mishdi, Jurhum Makkani tashlab chiqib ketdi. Ba'zilari qolgan bo'ldi. Xuzoa qabilasi Makkaga hukmronlik qila boshladi. Xuzoa Makkada 300 yoki 500 yil hukmronlik qildi. Mana shu 500 yil vaqt ichida Zamzamni kavlab topisha olmadi. Mana shu 500 yil suvni tashqaridan tashib etishdi. Kelgan hojilarni suv bilan sug'orishlik Makkada yashayotgan kishilarning mas'uliyati bo'lsa, demak bular Makkadan tashqaridan toshib ichirardi. Bu nihoyatda bir mashaqqatli ish edi. To Abdul Muttolib payg'ambarimizning bobosi Zamzamni kavlanmagunicha 500 yilga yaqin muddat Zamzam ochilmasdan turdi. Ana shu davrda Xuzoa qabilasining ichida Amr ibn Luhay ismli bir kishi bor edi. Amr ibn Luhay o'zini qavmini yakka sayi deydi. Eng boyi, eng saxiy, eng hurmatli kishisi edi. Uni gapi ikki qilinmas edi. Jurhumni haydab chiqarib Makka ga kelib o'tira olishgan Xuzoa qabilasining sayyidi Amr ibn Luhay. Shomga Amr ibn Luhay tijorat qilib chiqar ekan, hojilarni bitta o'zi sug'orar edi. Boyligi bilan ularni ta'minlardi hojilarni. Shomga chiqib borar ekan, Amalik degan bir qabilani butlarga sig'inayotganligini ko'rdi-da, nima bu deb so'radi. Ular aytishdi, bular sanamlar. Biz ularga ibodat qilamiz. Ular bizga hayvonlarimizni semirtirib beradi. Och qolsak non beradi. Yomg'ir kerak bo'lsa so'raymiz, yomg'ir beradi. Xullas, yuqarribuna ilallohi zulfa. Bizni Allohga bir qadar yaqin qiladi deb shirkni ular aytishdi. Amr ibn Luhay, bizga ham yomg'ir kerak bo'ladi, ko'p qiylanamiz. Bizga ham bitta o'sha butlardan bersalar, biz ham olib borib sig'inardik dedi. Arab jazirasiga shirkni birinchi bo'lib kirgan kishi Amr ibn Luhay bo'ladi. Unga Hubal degan butni sanamni berishdi. Makkaga olib keldi, Makka ahlini unga ibodat qilishlikka buyurdi. Shunday qilib, Makkada va Arab jazirasida shirkni boshlagan kishi Amr ibn Luhay bo'ldi. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Amr ibn Luhayni deydi. Arablarning dinlarini birinchi bo'lib o'zgartirgan Amr ibn Luhayni jahannamda ichaklarini sudrab yurganini ko'rdim deydi. Chunki bu arablarning ichida shu paytgacha yo'q bo'lgan gunohni, shirkni olib keldi. Arablar tavhidda edi. Ibrohim alayhisolamning dinida edi. Allohni bir deb bilishar edi. Lekin Amr ibn Luhay shirkni birinchi bo'lib boshlab bergan kishi bo'ldi. Ya'ni nima xulosa olamizki, undan keyingi kelgan qanaqa mushrik bo'lsa, albatta Amr ibn Luhayga shu mushriklarning qilgan gunohidan bir ulush borib turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamda shunday mazmunda hadislar bor. Qaysi bir kishi yomon sunnatni paydo qilsa, odamlar unga erchib amal qilsa, shu gunoh qilganlarning gunohidan unga ulush borib turadi deydi. Hayotimizni qarasak, narda o'ynashni o'rgatgandirmiz birinchi marta jo'ramizga. Ziyofatga aroq qo'yishni boshlab bergandirmiz birinchi. Yoki qandaydir bir ma'siyatni qilgan bo'lsak, bilaylikki shundan keyin shu ishni kim davom etkizsa, shu odamga albatta ulush bor. Aksincha, savobli ishni targ'ib qilayotgan bo'lsak, masjidga yurda bitta jo'ramiz aytalagan bo'lsak, biror bir gunohni qilish, bid'at xurofotlarga tiqilib yotibdi hayotimiz. Ke shu bid'atni biz qilmaylik mana shu to'yimizda, mana shu ziyofatimizda qisqartiraylik desak, isrofni, bid'atni yo'q qilsak, bizga ergashib boshqalar amal qilsa, unga ham ajr bor. Endi qaraylik, biz qaysi tomonga tortyapmiz? Bir toifa odamlar bo'ladi yaxshilikka tortuvchilar, bir toifa odamlar bo'ladi ma'siyatga tortib, qolganlari poda bo'ladi. O'zining e'tiqodi, iymoni, hayotda tutgan yo'li yo'q bo'lgandan keyin poda bo'ladi. Qaysi tomon kuchlilik qilsa, odamlarga nimani targ'ib qilayotganimizga bir qator qarab qo'yaylik. Talbiya ham o'zgardi. Hajga kelgan hojilar labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mana shu tavhid talbiyasi. Allohni bitta deyishlikka chaqiradigan talbiya. Hatto endi ular talbiyani o'zgartirishdida illa sharikan huvalak tamlikuhu va ma malak. Orqasidan mana shu ikkita jumlani qo'shdi, shirkka aylantirib qo'yishdi. Amr ibn Luhay bu bilan ham cheklanmadida, hayvonlarni ham ba'zilarini muqaddas deb belgilab berdi. Mancha tuqqanni yeb bo'lmaydi, mancha yashaganni minib bo'lmaydi, xullas shariat qo'yib berdi. Bir narsani halol, bir narsani harom deyishlik Allohning haqqi. Esimizdan chiqmasin. Halolni harom degan kishi, haromni halol degan kishi qasdan kofir bo'ladi islomda. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bir narsani halol, harom deyishlik Alloh va Rasulining haqqi. Bu bo'lmaydi buni qilsa. Bu yomon bo'ladi deb har xil so'z bilan nima qilinadi? Yo'l ko'rsatiladi. Makkadagi eng katta sig'iniladigan but bu Hubal edi. Quraysh Makka ahli mana shu Hubalga sig'inar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathida butlarni bitta sindirar ekan, oxiriga qilib Hubalni qoldirib qo'ygan edi. Uni ham oxirida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam parchalab sindirdi. Chunki arablar qaysi darajada jaholatda ekanligini ko'rib turib, keyin islom ularga nima olib kelganligini ko'rsak, shunda payg'ambarimizning risolatining buyukligini qadriga yetamiz. Shuning uchun ularning kimligini ko'rib qo'yaylik avval. Birdaniga tug'ilishidan boshlasak, tushunishimiz qiyin bo'ladi. Alloh Qur'onda Nuh alayhisalom qavmi haqida xabar berib aytadi: "Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la suwa'an va la yaghusa va la ya'uqa va nasra." Va o'zlariga ergashgan tuban pastkash kimsalarga sizlar hargiz o'z xudolaringizni tark qilmanglar. Vadni ham, Suwa'ni ham, Yag'usni ham, Ya'uqni ham, Nasrni ham hargiz tark qilmanglar dedi. Mana shu ismimizga qilingan 5 ta odamni ismiga qo'yilgan butlar ham Makka da bor edi. Jazirada bor edi. Vudga Banu Kalb sig'inar edi. Suwa degan olihasiga Banu Huzayl, Yag'us degan butiga Toy ahli va Jarash ahli ibodat qilardi. Ya'uqqa Hamazon, Nasrga ahli Yaman. Mana shunday shirkni tarqashiga Amr ibn Luhay sabab bo'ldi.